Assalomu alaykum hammaga. Kecha Xitoydan kelgan yetib kelgan narsalarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Hop. Kecha kelgan narsalar ushbu handset naushnik baykalar uchun. Ya'ni bu naushnikimiz ratsiya, kamera, ratsiya, telefon ulanish uchun naushnik vazifasini bajaradi. Bunda kameralari bor, ratsiyalar bor. Bundan kecha 3 ta yetib keldi. Bu bir-biriga ulanadi. Baykerlar komanda bo'lib ketish jarayonida bir-birlari bilan bemalol suhbatlashib ketsa bo'laveradi. Buni mana har bittasiga alohida knopkalar mavjud. Kamerani yoqish, o'chirish va fleshka. Fleshkalari bor. Ham fleshkaga ham telefoningizga yozib ketaveradi. Mana buni kaskaga o'rnatilgan holati. O'zini tanishtirib o'tsam, mana kaskada xuddi shunaqa holatda turadi. Regrovka ham bo'ladi. Regrovkasi. Tepaga, pastga har xil holatda regrovkasi bo'ladi. Mana videoga olayotgan holati. Buni ko'chani olmoqchi bo'lsak, ko'chani ko'rsatish holati. Ancha video tiniq. 1080 pikseldan 2000 pikselgacha kadr olib beradi. Bularning narxi 550 ming so'mdan qo'lingizga yetib kelishi 550 ming so'mga tushadi. Bularning hammasi o'zi zakazga kelgan. Наличиеda bizda 120 ming so'mga. Xo'p. Ratsiya va kamerasi mavjud bo'lmagan, telefonga ulanadi, Bluetooth, navigator hammasini o'z vaqtida aytib ketadi. Shunda mavjud. Garnitura. Bu 550 ming so'mligi, bu 120 ming so'mligi. Dugalar ham kelgan. Ko'plar motosikletlarda duga muammo bo'ladi. Bu dugalar konstruksiyada o'zining boltlari bor. Yana qo'shimcha uzunlashtirishga xizmat qiluvchi переходник. Bu dugalar sifatli original mototsiklga tegishli dugalar. Hamma replikaga ham inshaalloh tushadi. Ya'ni BMW model replikalariga yaxshi o'rnashadi. Buni o'zim olganman, o'rnatib ham ko'rsataman inshaalloh. Bu 420 ming so'mga qo'lingizga yetib keladi.